Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan saqich gidrizolyatsiya mastika surtish bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, buni ketma-ketligi bor, o'ziga yarasha. Birinchi navbatda bolalar buni yaxshilab tozalab olishdi, fundamentlarni, kesadigan joylarini kesib, tozalab, supurgandan keyin yaxshilab bir girant bo'lsa juda ham zo'r, ko'rib turibsizlar. Shlankada yaxshilab yuvib olasizlar. O'zi gruntovkalash kerak, lekin yuvsangiz ham juda zo'r bo'ladi. Mana bu kun chiqqan paytda bemalol yuvsangiz, ertasi kuni qurib, yaxshi bo'lib, zo'r bo'lib qoladi. Va shlankada yaxshilab suv urib bo'lganinglardan so'ng toza bo'lib qurigandan keyin, albatta qurigandan keyin surtishni boshlaysizlar. Men tavsiya qilaman, xuddi shunaqa paqirga ichidagi mastikalar bo'ladi, tayyor. Ochib, valikda surtilsa juda ham tez va sifatli bo'ladi. Mana shu yerga hozir bolalar 2-3 soat vaqt ketdi. Zo'r qilib surtib qo'yishni ko'rib turibsizlar, ha? Mana chiroyli qilib. Yaxshilab tozalab, suv urib, undan keyin mastika surtsangiz juda ham sifatli, zo'r bo'ladi va bu gidrizolyatsiya sizning uyingizda nam chiqishini, sho'r chiqishini suvdan asraydi. Hozir bu yerga zaspiya qilamiz. Mana eski uydan chiqqan turpoqlar bor. Shularni zaspiya qilib, yarmigacha. Undan keyin sheben zaspiya qilamiz. O'tib ketishi mumkin. Qaranglar. Ko'pchilik baklashkali mastikada surtishadi. Ular 70% nigrol bo'ladi. Bu paqirlikdagi tayyor, qiylanmaysizlar va tayyor saqishga nisbatan ham ancha yaxshi. Qaynatib, salatga dizel qo'shib o'tirmaysizlar. Tez va sifatli bo'ladi. O'zingizlar ham qiylanmaysizlar va kanalizatsiya bo'yicha yana qaytib sizlarga manfaatli video rolik qilib yana qo'shimcha qilib ketsam. Xo'p, mana bu joyga biz kanalizatsiyani ham turbalarini ko'mib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Yog'ochimiz sinib ketdi. Xo'p. Bunda отдельный video tayyorlaganman va yana qo'shimchasiga aytib o'tib ketaman. Burchaklariga 2.45lik qo'yganmiz. Mana shu 2.45lik unitazda suvni bosganinglarda siyg'anib, sekin o'zini holatida axlat tushib ketadi. Agar 90 graduslik qo'yib qo'ysangiz, tepadan tushayotgan suv birdaniga tushib, vakuum hosil bo'ladi-da, havo unitazga qarab urish ehtimoli bor. Ana shu hisobiga tepada axlat birdaniga ketmaslik ehtimoli bor. Shuning uchun 2.45lik qo'ysangiz, axlat plavna ketadi. Va ko'ribsizlar, choklarga albatta beton quyganmiz. Bu keyinchalik siljimaydi, boshqa qilmaydi, o'z joyida turadi. Va 1 metriga 1,5-2 sm uklon bo'ladi. Shu axlat ham kemani singari yengil suzish kerak. Agar ukloni baland bo'ladigan bo'lsa, axlatdan oldin suv ketib qolib, axlat turib qoladi va bu keyinchalik qurib, turbalar to'lib kelishiga mumkin. Video manfaatli bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Mastika kerak bo'lsa, Andijon bo'yicha dastavka xizmati bor. Sog' bo'ling.